Nega haligacha maktabdan chiqmading? Siz kimsiz? Mendan nima xohlaysiz? Mening nomerimni qayerdan oldingiz? Kim ham bo'lardim? Bu menman, sening dadang. Nahotki meni tanimagan bo'lsang? Dada, bu aniq sizmi? Nega siz noma'lum raqamdan yozyapsiz? Ha qizim, telefonimni yo'qotib qo'ydim. Hozirgina boshqasini oldim. Endi bu nomer ham meniki. Siz telefoningizni yo'qotdingiz. Lekin menga yoza olyapsiz, qiziq. Agar menga ishonmasang, oyingga telefon qilib so'ra. Yo'q, nega endi? Men sizga ishonaman axir, dadajon. Shunchaki menga selfi tushib yubora olasizmi? Balki endi ishonarsan qizim. Bu rasmni internetdan olmadingizmi? Yuk nimalar deyapsan? Dada, meni biroz qo'rqitdingiz. Kechirasan qizim. Nega haligacha maktabdan chiqmading? Ha, biroz ushlanib qoldim. Axir soat 7 bo'ldi-ku. Dada, axir bilasiz-ku, men 2-smenada o'qiyman. Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Chiqyapman dada maktabdan. Yaxshi qizim. Unda seni hozir bir taksi olib ketadi. Qanaqa taksi? Qayerga olib ketadi? Men buyurtma qilgan taksi. Hozir yoningga mashina keladi. Sen unga qo'rqmasdan o'tiraver. U mashina seni mening yonimga olib keladi. Oyimga aytib o'tirma, bilishi shart emas. Qanaqasiga? Dada, axir siz kechagina bir haftaga komandirovkaga ketgan edingiz-ku. Qanday qilib taksi meni sizni yoningizga eltadi? Ha, men kecha komandirovkada edim. Shunchaki reja o'zgardi. Qaytishga majbur bo'lib qoldim. Qiziq va shubhali. Mening esa hech qayerga borgim kelmayapti. Qizalog'im, nima sen meni sog'inmadingmi? Nahotki meni yaxshi ko'rmasang? Qanaqasiga otang yoniga kelishni xohlamasang? Nimalar deyapsiz dadajon? Axir men ham sizni yaxshi ko'raman. Mayli dada, siz aytgancha bo'la qolsin. Barakalla. Mashina ham yonimga yetib bordi.
Shu mashinami dadajon? Ha o'sha. Tezda borib unga o'tir. Dada, axir siz yaxshi bilasiz. Men begonalarning mashinasiga o'tirishni yomon ko'raman. Xavotirlanyapman. Sen xavotirlanma. U taxi mening yaqin o'rtog'im bo'ladi. U seni mening yonimga olib keladi. Shunday ekan aslo xavotir olma. Men seni intizorlik bilan kutyapman. Yaxshi. Unda men mashinaga chiqyapman. Video birozdan so'ng davom etadi. Siz esa ungacha videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Agarda sizga ham begona nomerdan noma'lum mashinaga o'tirishingizni so'rashsa, siz nima qilgan bo'lar edingiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Abror aka, g'alati hodisalar bo'lyapti. Nima qilishga ham hayronman. Qanaqa, nima bo'ldi, tinchlikmi? Men bir noma'lum bo'lgan begona mashinadaman. Chunki buni dadam iltimos qildilar. Nima qilibdi? Nimasi g'alati buni? Haydovchi. Dadam mashina seni mening yonimga olib keladi degandilar. Mashina esa meni umuman noma'lum yoqqa olib ketyapti. Balki dadang o'sha yoqlardadir. Bilmayman, lekin men xavotirdaman. Hattoki 1 soatdan beri noma'lum yo'nalish bilan ketyapmiz. Balki haydovchidan so'rarsan. Qayoqqa ketayotganlaringni? Men so'rayapman, ammo u javob bermayapti. Nega javob bermaydi? U nima gungmi? Bilmadim, yoki kar. U shunchaki rolni boshqarib ketyapti. Xuddi u Robitdek. Men so'rasam u jim o'tiribdi. Men uning yuzini oynadan ko'rib qoldim. U judayam qo'rqinchli ekan. Abror aka, men qo'rqyapman. Qiziq va g'alati. Ha, g'alati. Bu yerda nimadir g'alati va menga bu yoqmayapti. To'xta. Senga dadangman deb yozgan kishining 100% dadang ekanligiga aminmisan? Axir u kechagina uchib ketgandi-ku.
Afsuski shu joyga kelganda videomizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Siz esa videoga like bosing, obuna bo'ling va do'stlaringizga ham yuboring. Bizni qo'llashda davom eting. Tez orada ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Tomosha uchun rahmat.